reportajlarni davom ettiramiz. Do'stlar, Farg'ona viloyati Quvada mana shu turnir tashkil etilgan. Kecha bir qancha qiziqarli janglarni ko'rdik. Bevosita qizlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, undan so'ng 23 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi janglar, bevosita yarim final bahslarini tomosha qildik. Bugun ham mana shu yarim finallarni sizlar bilan bevosita kuzatishda davom etamiz. Tezagina voqelikka o'tamiz. 60 kilogramgacha vazn toifasida sportchilar sekinlik bilan chiqib kelishmoqda. Oltinbek Otaqo'ziyev, Namangan viloyati vakili va uning raqibi Samarqanddan Faridun Mavlonov jang olib boradi. Kechagi dasturda ham imkon qadar biroz Muay Thai terminologiyasidan foydalanishga harakat qildik. Bugun yanada chuqurroq bunga kirishishga urinib ko'ramiz. Janglarni kuzatish jarayonida hamma joydami hakam nimadir kamchilik yuzaga kelayotganligini bildirib o'tyapti. Va birinchi raund. Otaqo'ziyev, Faridun Mavlonov. Qizilda Otaqo'ziyev, Namangan viloyati vakili, ko'kda Mavlonov. Qanday shiddat bilan boshlashdi. 60 kg bo'lgan vazn toifasida orada Kautrong zarbasini ham amalga oshirishga erishyapti Otaqo'ziyev. Kautrong bu tizzada to'g'ridan yo'llangan zarba. Taol imtihon, ya'ni middle kick o'rganganmiz. Tanaga oyoqda zarba. Biri low kick, biri middle kick. Mana bu yerda middle kickdan unumli foydalandi. Taye Lamtxua. Bandan so'ng o'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarbani ham ko'ryapmiz. Mad Uyang to'g'ri qilib aytadigan bo'lsak. Clinch. Qoringa zarba. Va yana clinch. Yarim final bo'lganigami bilmadim, anchagina keskinlik bilan sportchilar jangni davom ettirishyapti. Namanganda ham o'ziga xos Muay Thai maktabi bor. Samarqand kortishga gapirib o'tirmaymiz. Samarqandda Feruz Toshev boshchiligida, Namanganda ham o'sha chekka hududlarida, Nanayda qiziqarli janglar doimo o'tkaziladi. Ishlar yechilib ketmoqda. Faridunda va Mavlonov ekipirovkasini epaga keltirish kerak. Ko'p janglar kechagi yarim finalda ham ko'p janglar bahsli bo'ldi. Hozir Taye Lamtxuadan so'ng Matrongni ham chiroyli amalga oshirdi. Mavlonov ikkala zarbasi ham mo'ljaliga bordi. Taye kot, biri, ikkinchisi esa cross yoki hook, Mad Uyang amalga oshirdi. Biroz Mavlonovda zarbalar aniqroqdek ta'sirot uyg'onyapti. Hozir ham qo'l zarbalarini ishlatishga erishmoqda. Clinch. To'xta ishorasi berilmoqda. Jangni kuzatishda davom etamiz. Low kick, middle kick. Yaxshi front kick va mana shu raqib oyog'ini ushlab olgan holatda qo'l zarbalarini chiroyli amalga oshiryapti. Mavlonov o'ng qo'lni chiroyli kutib olishga harakat qilib ko'rdi. Otaqo'ziyev bo'lmadi. Va do'stlar, hushtak chalinyapti. Qiziq bu terminni ishlatish ham. Hushtak chalinyapti va sportchilar
ikki tomonga tarqalishmoqda. Eshitilmayapti. Afsuski, hozir mana shu vaziyatda murabbiylarning ko'rsatmasi. Qo'l zarbasi ortidan middle kickdan so'ng ikkinchi raund low kick bilan boshlashga qaror qildi, ammo oyog'ini o'z vaqtida ko'tarib qoldi Mavlonov. Hozir tipni chiroyli amalga oshirdi. To'g'ridan yo'llangan zarba, front kick. Nima bo'ldi? Hamma joyda jang davom ettirish mumkin. Ikkilik zarbasi bilan kirib bordi. Qarang, qaddam tashlab, chap qo'lda. O'ng qo'lda zarba. Yana klinch. Mana shu klinchdan ham unumli foydalangan holda zarbalar yo'llashga harakat qilyapti Mavlonov. Charchash mumkin emas bunday qarama-qarshilikda. Front kick. Yaxshi hozir jab bilan Matronk, yana Matronk va tizzada zarbalar. Boshga Hammerfist ushlayapti. Ushlab turib, mana bunday harakatlanish kerak emas. Charchoq alomati albatta. Chunki ko'p kuch sarflanadigan jang bo'lyapti. Yaqin masofada olib borishyapti. Har ikkisi o'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarbani ko'rdik. Yo'nalishni o'zgartiryapti kezi kelganda Mavlonov. Oyoq harakatlarini ajoyib tarzda amalga oshiryapti. Jang davom etadi. Matronk. Tizzada zarba. Va hisob ochilyapti. Hisob ochilyapti. KO zarbasi. Kappa ham tushib ketgan. Nokaut ko'proq menimcha baribir knockdown holat. Bo'ldi, shlemlar yechilsin deb aytib o'tmoqda. Ko'zda yosh. Chunki haqiqatan energiya sarflanadigan bahs bo'lib o'tdi. Yaqin masofada o'sha klinchlarda va oxir-oqibat tizzada zarba o'tkazib yuboryapti. G'alaba esa Samarqand viloyati vakili Faridun Mavlonovdan. U finalga yo'l olmoqda.
ekan. Nokaut